İbrahim, Robbing kim? Payg'ambaring kim? Muhammad Rasululloh qayerda tug'ilganlar? Makkada. Qayerda o'lganlar? Madinada. Muhammad Rasulullohning onalarining ismi nima? Amina. Dadalarining ismi nima? Abdullah. Muhammad Rasululloh necha yoshda payg'ambar bo'lganlar? 40 yoshda. Alloh Rasulullohga Qur'onni kim orqali yuborgan? Farishta. Farishtaning ismi nima o'g'lim? Jabral. Jabroil. Birinchi qaysi sura tushgan o'g'lim? Alaq. Birinchi qaysi oyat tushgan? Iqro. Iqro. Iqro nima degani? Unutja. O'qitja. O'qi degani. Birinchi sura tushganda Rasululloh qayerda bo'lganlar? Yoshda. Niyat. Yo'q. Xudoda. Ha. Rasulullohning xalifalari nechta o'g'lim? Tutda. Sana beringchi. Umar. Ha. Abu. Obbachi. Ha. Ha. Ali. Rasulullohning ikkita sevimli ayollarining ismi nima? Hadi, yo'q, niyat. Hadi. Hadija. Ha, Oysha. Rasulullohga salovat aytib bering o'g'lim. Hop. Allohumma. Allah. Masalala Seydina. Ha? Muhammad Rasululloh. Ixlos surasini aytib bering o'g'lim. Qul fallohda. Hop. Aytib bering. Falohat. Ha. Samatat. Alloh. Yo'q. Ha. Qul falloh. Falohat. Aha. Nalalit. Balalut. Aha. Balakallahu. Aha. Falak. Ha? Kufalahat. Ahad. Canım. Maşallah, maşallah.